hozirgi kunda loyiha bosh muhandisi lavozimida ishlab kelaman. Tender platformasi loyiha tashkilotlari uchun juda qulay platformalardan biri bo'lib turibdi. Hujjatlar qisqargan holatda elektron tartibda hamma narsani taqdim qilish imkoniyati yaratildi. Shaffof qurilish milliy axborot tizimi mutaxassislari bilan uchrashuv bo'ldi. Bu uchrashuvda biz yana kelajakda nimalar bo'lishi, nimalar o'zgarishi haqida bizga bir yaxshi ma'lumotlarni berishdi va biz ham o'zimizda oldimizda turgan muammoli bir masalalar, bir takliflarimizni o'rtoqlashdik birgalikda. Yo'l sohasida ishlaymiz. Shaffof platformasida hali inson omili aralashuvi yo'q, shaffof haqiqatan. Bizniki yo'l sohasiligi uchun yo'l qurilish texnikalari, katok, greder, ukulachik shularga asosiy ballarni berish qaratilsa, bugungi uchrashuvda shunaqa takliflarni berdik. Buni uchrashuvlar tez-tez bo'lib turgani biz quruvchilarga foydali.